Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz yana bir xonadonimiz Tunaka fonishini Andijon viloyati Izboskan tumanida tugatib berganmiz. Bu joyimizga oq rangimizdan, shikolat rangimizdan 0.35 listimizni ishlatganmiz. O'xshi hisobda 160 kvadrat tunaka ishlatganmiz. 48 metr tarnov, bitta avalniy kosmosimizdan o'rnatib berganmiz. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, sizlarga qayerlar 160 kvadrat tunaka bo'lganini ko'rsatib o'taman qo'ldan kelgancha. Vodiy bo'ylab hozirgi kunda vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Listimizni yupqa qalinligiga qarab. Listimiz 4 xil listimiz bor. 03 dan boshlanib 04 gacha. Ekranlarga raqamimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, Izboskan tumanidagi ishimizni obzorini boshladik. Shu burchagimizda ozgina navoiyimiz qolib ketgan. Bu tomonimiz ko'cha tomoni ko'rinishimizda kobra fasonda novoli qilib berganmiz. Tarnovlar o'rnatib berganmiz. 48 metr tarnovning ichida shu ko'cha tomonimiz ham bor. Oq rangimiz, shikolat rangimizdan ishlab berganmiz. Bu joyimiz darvozaxonamizga kirganimizda darvozaxonamizni ham shunaqa go'zal holatda kobra fasonda qilib berganmiz. Bitta avalniy kosmosimizdan o'rnatib berganmiz. Oq rang, shikolat rangimizdan ishlatganmiz. 160 kvadratning ichiga ko'cha tomon kiradi. Darvozaxonamiz bor. Darvozaxonamizdan tashqari bu joylarimizni ham ko'rib qilib o'tib ketganmiz. Shapkamiz bor. Ko'cha ichki tomonimizni o'stirma shapkasi двойной fasonda bo'lgan. Tarnovlar ham o'rnatilgan. 48 metrning ichida polniy mash tarnovlarimiz ham bor. Shikolat rangimizda o'rnatib berganmiz. Bu fasonimiz двойной kobra fasonimiz ikkitalik bo'ladi. Oq bitta qo'yilgandan keyin ikkinchisi shikolat bo'lib, bir xilda mana shunaqa figurniy bo'ladi-da. Keyin ustiga pianino qatiriladi. Karnizga bo'lgan joyimiz. Bu yerda novo qilmaganimiz sababi o'ta ham pastga tushib ketayotgan evaziga novo qilmaganmiz, karniz qilib berganmiz. Tomni yopayotganda ham akalarim, ukalarim, opalarim, uyni qildirayotgan akalar, ukalar tomni ozgina bu pirmichkadan ko'tarib 120 ko'tarib qo'ysanglar, hamma fason tushaveradi. Eng pastga tushadigan fasonlarimizdan biri shu fason bo'ladi. Bitta 17 sm tarnovni tagidan 17 sm bitta tushadi-da. Keyin buni ustidan oq tagidan 15 sm bitta tushadi. 17 bo'lsa ham 34, keyin mana karnizimiz 9 ga tushadi. O'fshi 17 34 u yoqqa 40 sm ga yaqin tushadigan fasonimiz bo'ladi bunimiz. Agarda tunaka fon qildirmoqchi bo'lgan akalarimiz, ukalarimiz bo'lsa, derazani tepasidagi pirmichkadan tom yopayotganda, tomni xorisini misol 1 metrdan balandroq bo'lsa, xohlagan fasoningiz tushaveradi. Qadrdonlar, xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Raqamlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.